Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoyimizda men sizlarga Andijon Avtotech avtosalonidan UzAvto Motors avtosalonidan syomka qilyapman. Bu Cobalt'imiz yangi Cobalt'dan ekan. Bugun 1-noyabr, xudo xolsa 3-noyabr, ya'ni dushanba kuni soat 10 da shartnoma ochilar ekan. Onlayn bilib qolinglar, olib qolinglar. Bu qora svet ekan. Hozir ichini ko'rsataman. Ochiq bo'lsa ichini ko'rsataman. Ichini mana qisqacha qilaman. O'zgarish. Koja salon. Monitor qora, rollari multirol. O'zgarish hozircha midnight bilan shu. Koja salon, multirollar, mana klimat kontrollar, skori ham qora qilingan va hamda monitor qo'yilgan. Kichkinagina eshiklari bittada yopildi. Hozir 4 metr yopdi. Uyga qolib sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.